Bugungi mavzu, demak misol bor ekan, qoldiqni bo'lish mavzuga taalluqli misol. Ko'pchilik bunga ham qiynaladi, haqiqatan ham 79-misol. To'plamdan 331 ni qandaydir n soniga bo'lganingizda bo'linma 4n bo'ldi, qoldiqni toping degan savol ekan. Boshqa hech narsa berilmagan. Demak, biz qoldiqni bo'lish mavzusiga yaxshi bilsak, bo'luvchi qoldiqdan katta bo'lishi kerak. Ya'ni n qoldiqdan katta bo'lishi kerak. Va deyapti. 331 teng bo'ladi. Bo'luvchi bilan bo'linmani ko'paytiramiz va qoldiqni qo'shamiz. Shunda bizga 331 teng 4n kvadrat qo'shilgan qoldiqqa teng bo'ladimi? Tushunaymi? Mana shu 331 teng 2 kara n ning kvadrati qo'shilgan r desak bo'ladimi? Mana bu 2n degani juft son degani. Qaysi juft sonning kvadrati 331 ga juda yaqin? Aytingchi. Qaysi juft sonning kvadrati 331 ga juda yaqin? Xo'p, olamiz. 18 ning kvadrati 324 ekan. Chunki 18 juft sonda bizga, to'g'rimi? Demak, bundan keladi 331 teng bo'lyapti 2 kara 9 ning kvadrati qo'shilgan necha qoladi? 7 qoladimi? Ha? Demak, biz misolni ishlash jarayonida 331 ni 9 ga bo'lgan ekanmiz. Nima qolgan shunda? 4 kara 9 bo'lib qoldiq qolgan. Shunda bo'linmada necha qolgan? 7 qolgan. Haqiqatan ham to'g'ri kelyapti mana bu shartga. Ha? N necha ekan? 9 ekan. Tushunarli? Qoldiqchi 7 ekan. Misol mana shu tartibda ishlanadi.